Alloh taolo Qur'oni Karimda amallaringizni botil qilmang deb marhamat qiladi. Arzimagan riyo ishlarimiz, xo'ja ko'rsin ishlarimiz bilan amallarimiz bekor bo'lib qolishi mumkin. Juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Niyatimizni to'g'rilashligimiz kerak. Nima uchun bordik endi? Shu nom orttirish uchunmi? Afsuski mana biz ko'p umra hajlarga boramiz, o'sha yerlarda eng ko'p sarson bo'lib do'kon aylanib yuk ko'tarib yurgan ayollar O'zbekistondan borgan ayollar. Qudamga olishim kerak. Falonchiga olishim kerak, falonchiga olishim kerak. Sovg'a salom. O'zi ko'tarishga imkoni yo'q. Yoshlari bir joyga borgan, lekin sovg'a salom olish kerak. Nima uchun boryapti? Birov uchun, qarindosh urug' uchun sovg'a salom olib kelish uchunmi? Men doim aytamanki, onajonlar, otalar, bu yerdan zamzam olinglar. Ozgina bir xurmo olinglar bo'ldi. O'sha yerga olib borib sotilayotgan hamma tasbih va joynamoz o'sha Xitoydan kelganlar bular. Jidda portiga, dengiz portiga juda katta hajmda mol keladi. Jiddadan Makkaga, Madinaga savdogarlar olib kelib sotishadi. Xitoyning moli o'shalar ham. Shu yerda sotiladigan ham. Keladigan ziyoratchilarga men Makkadan olib keldim demang, shart emas uni aytish. Qo'liga bir narsa sovg'a bersangiz mayli endi. Shart emas endi, shu yerdan ham olib bersa bo'ladi-yu. Aslida endi kelgan ziyoratchi bir narsa bilan uni ziyoratini taqdirlash, kelgan odamning qo'liga bir narsa berish faqat bizda bor azizlar. Umradan, hajdan kelgandan keyin bunaqangi dabdaba hech qayerda yo'q.